Assalomu alaykum barchaga. Ismim Ne'mat. Bugundan boshlab men o'zim mana shu YouTube kanalimda sizlar bilan foydali bo'lgan videolar ulashib borishni niyat qildim. Imkon qadar qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Xo'p, bugungi videomiz nima haqida? Videoni cho'zmaslikka harakat qilaman. Bugungi videomiz nima haqida? Bironta foydali saytga tashrif buyurgan paytimizda, saytga kirgan paytimizda biz o'sha saytdagi ma'lumotlar yo'qolib qolmasligi uchun uni o'zimizga saqlab olishni xohlaymiz va odatda 5 ta 6 talab skrinshot qilib olamiz pejni. Skrinshot. Lekin buni oson yo'li bor. Qanaqa? Butun bir sahifani boshidan oxirigacha skrinshot qilib olish. Buning uchun bizga YouTube emas. Buning uchun bizga Chrome ilovasidagi extensionlar, ya'ni qo'shimcha yordamchi Chrome'ni o'zini qo'shimcha yordamchi ilovalari kerak bo'ladi. Avvalo Chrome Web Store saytiga kirib olamiz. Chrome Web Store saytiga kiramiz. Endi bu yerda bu qanaqa joy? Chrome'ni o'zini yordamchi ilovalari, yordamchi narsalari, qo'shimchalari bo'ladigan joy. Bu yerga go full page deb yozamiz. Chiqadi. Go full page mana birinchi ilovamiz go full page degan ilova. Xo'p, men buni o'rnatib qo'ygan emas. Hozir remove from Chrome ni bossam bu Chrome dasturidan chiqib ketadi. Xo'p, sizlar uстановка qilasizlar. Keyin extension bo'limidan mana bunday qilib закрепить qilib qo'ysanglar, mana bu yerda chiqib ko'rinib turadi. Mana закрепить qilib qo'yasizlar, ko'rinadi. Keyin men oldindan tayyorlab qo'ygan bitta saytga kiraman. Work in progress degan bitta juda ajoyib sayt bor. Ingliz tili o'rganuvchilar menimcha yaxshi biladi bu saytni. Deylik, mana butun boshli bitta page. Bu yerda maqola bor, katta maqola. Men mana shu sahifani to boshidan oxirigacha skrinshot qilib olmoqchiman. Qanday qilaman men? Oddiy, osongina. Go full page ikonkasining ustiga borib bitta bosasiz, ketdi. Mana boshlandi. Butun boshli sahifani skrinshot qilishni boshladi. O'zi o'tkazib skrinshot qilib oladi. Xo'p, skrinshot qilib olgandan keyin bizga pejni mana to'liq chiqarib beradi. Pej to'liq chiqarib beradi. Bu hozir xira ko'rinayotgandek tuyulishi mumkin, lekin bu yaqinlashtirsak xira bo'lmaydi. Xo'p, buni nima qilamiz? Bu yerdan xohlasak PDF qilib saqlab olsak bo'ladi, xohlasak rasm sifatida saqlab olsak bo'ladi. PDF qilib saqlab olaman. PDF saqlab olishni bosaman. Hop, ketdi, tushdi. Endi ko'ramiz mana. Mana bu yerga saqlanib bo'ldi. Mana. Bizning sahifamiz to'liqligicha nima bo'ldi? To'liqligicha skrinshot bo'ldi. Men yana bitta ishlatadiganim bu, yana bitta ishlatadigan ilovam mana bu yerda bor mana. Buning nomi Awesome Screen Recorder or Screenshot. Inglizcha Awesome Screenshot. Xo'p, buni ham uстановка qilib qo'yganman men o'zi. Sizlar ham mana bu yerda download bo'lib turadi. Download yuklab olib turib, extension bo'limiga qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, yana bitta ko'ramiz. Mana shu saytga boshiga boramiz. Skrinshot qilib olmoqchiman. Go full page ilovasiga kiraman. Endi go full page ilovasini zo'r tarafi shundaki, bunda xohlasangiz video qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana bu bo'limida record bo'lib turibdi. Record degani o'sha video formatda yozib olish. Bu capture bo'lsa, skrinshot qilib olish. Mana record bo'limiga o'tsak, desktop, camera only dedi o'zi. Xullas o'zini nimalari bor. Xo'p, capture bo'limiga o'tsak, mana visible parts, full page, selected area. Full page ni tanlaymiz. Full page ni tanlasak, o'zi to'liq sahifani boshidan oxirigacha skrinshot bo'ladi. Ketdi. Foiz sanashni boshladi. Mana 5, 11%, 16%. Skrinshot qilib olyapti sahifani. Xo'p, mana sahifani skrinshot qilib bo'ldi. Endi Awesome Screenshot ilovasini afzallik taraflari mana bu yerda har xil narsalardan foydalanib skrinshotni edit qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana highlighter deydi. Bironta so'zni
esingizdan chiqmasligi uchun yoki yangi so'z bo'lsa, ayniqsa ingliz tilida o'rganuvchilar belgilab qo'ysa bo'ladi. Done tugmasini bosamiz mana bu burchakda. Buni ham download, PDF, print. Xohlasak agar printer ulangan bo'lsa kompyuteringizga to'g'ridan-to'g'ri printerga berib yuborsangiz ham bo'ladi. Downloadni bosamiz. Desktop, save, saqlaymiz. Xo'p. Mana bu hozir uzoqdan xira kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Yaqinlashtirsak, bu tiniqlashadi. Bu endi rasm qilib saqlab olib, xohlasak PDF qilib saqlab olsak ham bo'ladi. Okay. Endi oxirgisi, buni ustunovka qilmaganman, lekin sizlarga ko'rsataman. Bu nima? Fireshot ilovasi. Fireshot. Buni ham Chrome, Add Chrome qilasizlar, ustunovka qiladi. Extension bo'limiga qo'shasizlar va xuddi hozirgidek qilib foydalana olasizlar. Xo'sh, bugungi videomiz shundan iborat edi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, chiroyli izoh yozib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Kamchiliklar uchun uzr, chunki bu YouTube'dagi hali meni bunday uslubda olayotgan birinchi videoim. Xudo xohlasa videolarni to'xtatib qo'ymaslikka va davom ettirishga imkon qadar harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lamiz.